Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyatining G'allaorol tuman hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'lida harakatlanib kelayotgan Nexia 2 rusumli transport vositasining gaz balloni portlab ketgani to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Ma'lumotlarga qaraganda portlash natijasida mashina deyarli yo'q bo'lib ketgan. Bir necha inson halok bo'lgani aytilmoqda. Muxbirimiz Yorqin Sodiqov voqea joyiga borib, tafsilotlarni o'rganishga harakat qildi. Hodisa taxminan soat 13:00 atrofida xalqaro ahamiyatdagi M39 avtomobil yo'lining G'allaorol tumani hududidan o'tgan 1015-kilometrida sodir bo'lgan. Natijada avtomobil bir uyum temir bo'lagiga aylangan. Salonda bo'lgan barcha fuqarolar va haydovchi voqea joyida vafot etgan. Portlash natijasida hosil bo'lgan zarb kuchi ko'rib turganimizdek, mana shunday atrofdagi temir panjarani ham qo'porib yuborgan. Joriy yilning 28-may kuni soat 13:00 atrofida Jizzax viloyati G'allaorol tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lining 1015-kilometrida G'allaorol Jizzax yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Nexia 2 rusumli transport vositasi harakat davomida gaz balloni portlab ketishi oqibatida mudhish hodisa sodir etilgan. Dastlabki surishtiruvlar natijasida ma'lum bo'lishicha, ushbu transport vositasida bo'lgan haydovchi va 3 nafar yo'lovchilar og'ir tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Surishtiruv davomida ma'lum bo'lishicha, shu transport vositasi haydovchisi albatta transport vositasining texnik holatini ko'zdan kechirmasdan, ya'ni o'sha o'rnatilgan gaz uskunalarini, gaz ballonlarini o'z vaqtida nazorat qilmaganligi oqibatida mazkur mudhish hodisa sodir bo'ldi. Shu o'rinda barcha haydovchilarga yuzlanib shuni tavsiya etamizki, albatta transport vositalariga o'rnatilgan gaz ballonlarini, ya'ni Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlangan texnik reglament talablari asosida o'z muddatida, belgilangan muddatlarda sinovdan o'tkazishlarini hamda belgilangan texnik talablar asosida transport vositasiga gaz quyish shoxobchalarida belgilangan normada, ya'ni 180 atmosferadan yuqori gaz quymasliklarini tavsiya etamiz. Hodisa yuzasidan dastlabki surishtiruv natijalari ma'lumotlarini ulashdik. Batafsil keyingi dasturlarimizda ma'lumot beramiz.